Assalomu alaykum gruppadagilar. Mana bugun qalamchalarni ekishni boshlaymiz. Mana parnigimiz. Mana 15 mingta stakanimiz tayyor bo'ldi. 15 ming 20 mingta. Buni ekishga mana bochkaga buni solamizda 2 soat karnevin kislotaga stimulyator ekan. Stimulyatorga solib 2 soat yutamizda keyin ekib tashlaymiz. Suvga solamiz buni. Mana 20 litr suvga 4 ta soldik bundan karnevindan. Karnevin. Endi buni yaxshilab aralashtiramiz. Buni aralashtirishga. Ya solaversin. Solaymi? Suv quyib qo'ydik, keyin ustidan solamiz. Buni bochkaga solyapmiz-da, buni suvni quyamiz aralashtirib. Keyin ekishni boshlaymiz, xudo xolasa.